Bu mana yana bir kunim Buxoroda. Men uchun ertalabdan menga turish juda ham qiyin bo'lyapti, bilmadim. Moralniy состояниеmi, depressiyami, bu nima? В общем, bir balo qilib turdim. Keyin bitta problema nima kiyishni bilmasdan skromniy narsachamni kiydim. Bugun mana syomkam, lekin birinchi bo'lib kritikaga keldim. Bu yerda bitta narsam bor edi, shuni oldim va Roma pizzaga keldim. Bugungi syomkamiz sushi setlarning syomkasi edi. Qaranglar, jigar seti 32 ta mazali rollar 179 ming so'm. Mana bu katta 48 ta roll oila seti bu 269 ming so'm. Shum syomkalarni qildik, maza qilib sushilarni yedik va men kritikaga keldim. Rabochiy akkauntimga sizlarga changlarni ko'rsatdim. Keyin Hasan Migalka keldi. Bizdan xabar olmasa tinch bo'lmaydi. Shu bilan men modelim keldilar, videolar oldik, doposli oldik, sizlarga обучение tipi shunaqa narsa oldim. В общем, обязательно ikkinchi akkauntim Baby Nilushka Lashka o'tib podpisatsiya qilib qo'yinglar. Keyin shu bilan yangi yil boshlanadi, vaqtim bo'lmaydi deb bitta salonga kirib yuzlarimni terdirdim va ozgina bozorcha qilib uyga keldim. Men uyda mana shunaqa orzular xaritasi rus tilida Mama Minyondan kutib turgan ekan. Men sizlarga storiesimga raspakovka qildim. Обязательно birga to'ldiraman. Narxi 350 ming so'm. O'zlaridan Mama Minyondan olishlaringiz mumkin. Keyin ozgina Mustafo bilan balvotsa qildik. Shu bilan все. Всем пока.